bir xonali kvartirani ham bosib yuborishim kerak deb yuruvdingiz boya aka. Mana sizga bir xonali kvartira topib qo'ydik. Shahardan Delfinni shundoqqina oldida Angren Texnikum 18-7 maktablarida oldida joylashgan. Qani bo'lmasam obzorimizni boshlaymiz. Mana ikkinchi qavatda joylashgan ushbu kvartiramiz. Kirganimizda ko'rishingiz mumkin, koridorlari yaxshi holatda. Bundan keyin mana hop, hojatxonasi ham ta'mirlari yaxshi holatda va bu yoqda shkafchasi bor ekan. O'sha hojatxona qog'ozi, boshqa narsalarni qo'yib qo'yish uchun. Hop, bu yoqdan keyin aytgancha bu yoqda chiroyli holatda uy egalari rasmlarga qiziqqan ekan. Chiroyli holatda o'tirib, qarab o'tiradigan joyini qo'yib qo'yishibdi. Gap yo'q, lekin hojatxonada bekorchi o'tirmay, avvallari telefon bo'lmagan, menimcha shuning uchun bo'lsa kerak. Xo'p, bundan keyin mana sanuzelimizga keladigan bo'lsak, ta'mirlari o'rtacha holatda, suvda muammosi yo'q. Kelib turib mazza qilib ishlatsa bo'ladi, lekin ozroq ta'mirlab olsa yana ham yaxshi bo'ladi. Xo'p, bundan keyin zalimizga kelamiz. Zalimizni ko'rib turibsiz, ta'mir bu yoqda ta'mirlaydigan joyi yo'q, hammasi ta'miri yaxshi. Shunaqa kirib turib bu yoqda yashaversa bo'ladi. Aboylar qilingan, patologlarimiz ham mana ko'rib turibsiz, yaxshi holatda, pardalar ilingan. Salqingina ko'rib turibsiz. Katta eshikdan shundoq kirganimizda bu yoqda zalimiz, nari yoqda sanuzel, hojatxona, bundan keyin bu yoqda oshxonamiz va balkonimiz. Ko'rib turibsiz, xonamiz 5 ga 3 holatda. Bundan keyin oshxonaga keladigan bo'lsak, oshxonamiz bu eshikni ko'rib hayron bo'ldim. Sanuzeldan bu yoqqa oshxonaga o'tadigan eshik ekan, nimaga qilinganini lekin tushunmadim. Balki boshqacharoq nimadir bo'lgan bo'lsa kerak. Agar bilsangiz, kommentariyada yozib ketsangiz xursand bo'lardim. Xo'p, oshxonamiz mana ko'rib turibsiz. Oshxonamizning ta'mirlari yaxshi holatda. Bitta kuxonli garnitur, oshxona garniturini qo'yadigan bo'lsangiz, mazza qilib ishlatsa bo'ladi. Xo'p, bundan keyin mana balkonimizga kelamiz. Balkonimiz 6 ga 1,5 holatda. Bu yoqda lekin ozroq ta'mir talab. Ko'rib turibsiz, mana bu oshxonamizning oynasi, bundan keyin bu ko'rib turibsiz mana zalimizning oynasi va bu yoqda mana joyimiz. Xo'p, pardani shundoq oladigan bo'lsak, ko'rishingiz mumkin, bu yoqda Angrendagi o'sha angrenliklar yaxshi biladigan texnikumimiz bor. Texnikum oldida ko'rinib turadi. Hop, uyimizni narxiga keladigan bo'lsak, boyaka uy egalari 20.200 deb baholashyapti. Sunnatiga 1-2 so'm o'tib beramiz deyishdi. Bosib olsangiz bo'ladi, lekin kimga mana shunaqa bir xonali, divadadan bir xonali uy qidirib yurgan tanishlaringiz bo'ladigan bo'lsa, ularga yuborib qo'ygan bo'lsangiz, ancha yaxshi bo'ladi. Aytganday, agar sizda ham Angren shahrida sotiladigan uylar bo'ladigan bo'lsa, bizga murojaat qilishingiz mumkin. Uylaringiz sotuvida yordam beramiz.